musulmoni savdo bo'lmasa-ki, dirham va dinor, pul dollar, rangi ro'g'anga bu firifda bo'lsa, aldansan. Siz bizda bilaylik, siyosatlar qiziq xotinlar ko'proq mutavajjih bo'lsin. Televiziyalardagi kirikon seriallar o'z sarmoya bilan, o'z masraf bilan qo'yga kelmaydi. Xo Hinddan ol keladi, xo Turkiyadan ol keladi, xo Amerika va Yevropadan ol keladi degan. Siz bizlarni televiziyalar paxshu nashr etadi. Bu savdolikdan emas. Buni ham bilaylik, bizlarni soatimizni tiyritishlik uchun ketirmaydi. Hadaf va maqsadi bor. Har bir serial bilan bir arzishi insoniyni va bir arzishi islomiyni o'rtadan ketkazadi. O'shandoq bo'ldi ham o'zlaringiz bilasiz. Go'yo jamia musulmonlarni atrof chit qishloqlari go'yo rasm rivojlari Hind bo'ldi. Hindiston bo'ldi. Go'yo rasm rivojlari Turkiya bo'ldi. Hijobni o'rtadan ketkaratdi-go, izzat va ehtiromni o'rtadan ketkaratdi. O'sha funchu bema'no rasm rivojlarini jamia islomiya tatbiq qilyapti. Musulmon hushyor bo'lishligi kerak. Musulmoniki iymoni zaif, iymoni xilarriq, buni bilan aldanadi. Ko'p holatlarda salla va kalla va soqol bilan odam musulmon bo'lmaydi, islomdan chiqib qoladi. Ko'p holatlarda arzisi islomiyni izzatini qo'ldan berishlik bilan islomdan chiqib qoladi. O'sha uchun musulmonlar mutavajjih bo'lishligi kerakki, islomiy arzishlarga izzat bersalar, islomiy arzishlarni saqlasalar.